Allohning bandalarining sifatlari vallazina la yashhaduna zura. Bu zur nima degan savollarga bir necha ma'nolar berishgan. Biz shu o'rinda hozir aytib o'tishligimiz muvofiq deb bilaman. Zur bir necha ma'nolar aytilgan. Birinchi g'ino deyilgan. Musiqalar bor majlisda hozir bo'lishmaydi degan. Allohning bandalari shu. Pulga olib kelib ishlatadi emas, birodarlar. Bor joyga hozir bo'lishmaydi. Vallazina la yashhaduna zura. Zur bo'lgan g'ino, musiqa majlislarida bular hozir bo'lishmaydi. U mol davlat olib kelib, unga ta'zim qilib, unga egilib, umrida hayotida biror olimga egilmagan egilishlikni qilib, ehtiromni hisobsiz suratda unga ko'rsatib, bu kelin kuyovni uylanish to'ylarida axir bir ruxsat deyilgan-u degan narsani, ruxsat degan so'zni shunchalik ehtirom bilan hayotida biror bir narsaga shuncha ehtimomni qilmaydi, birodarlar. Biror hayotida farzga shuncha ehtimom qilmagan. Biror bir Allohning do'stiga shu ehtiromni ko'rsatmagan. Ammo shu otarchiga ko'rsatgan xolos. Mo'min kishi, taqvo sifatiga ega bo'lgan kishi zur majlislarda hozir bo'lmaydi. Ya'ni zur bu bittasi g'ino, ikkinchisi shirk. Shirk bo'lgan majlislarda hozir bo'lmaydi. Unga moli davlat sarf qilib bormaydi emas. Shirk bo'lgan majlisda hozir bo'lmaydi. Allohning bandalari. Lab, o'yin kulgi bo'lgan majlislarda unga pul sarf qilib kirmaydi emas. Bu to'p o'yin va hokazo boshqa bir narsalarga pul sarf qilib, katta pullar bilan kirib tomosha qilishlik emas. Bor bo'lib ro'parosdan chiqib qolgan holatda hozir bo'lmaydi. Taqvo sifat Allohning bandalari shunday bo'ladi. Ular hayotini jiddiy narsa ekanligini biladi. Kizib majlislariga hozir bo'lmaydi. Mushriklarning eidlari bularda hozir bo'lmaydi. Bular zur hammasi. Fahsh majlislarida hech ham hozir bo'lmaydi. Bular hammasi zur. Vallazina la yashhaduna zura. Zur majlislarda hozir bo'lmaydigan kishilar Allohning bandalaridir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Imom Buxoriy va Imom Muslimning hadislarida muttafaqun alayh suratda Abu Bakr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinganki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Katta gunohlarning kattasini aytib beraymi dedilar. Salasan 3 marta aytdilar. Aytib beraymi deb 3 marta aytdilar. Qulna bala ya Rasululloh, aytib bering dedik. Qala ash-shirku billah. Birinchi Allohga shirk keltirish dedilar. Va uququl validayn, ota-onaga oq bo'lishlik dedilar. Va kana muttakian, shunda yonboshlab suyanib o'tirgan edilar gapirayotganlarda. Fajalasa birdan o'tirdilarda, faqala ala va qawluz zur, ala va shahadatuz zur, fama yukarriruha hatta qulna laytahu sakata. Zur so'zi, zur holatlarga hozir bo'lish, mana zurni aytib o'tdik. Mana shu deb takrorlardilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlariga mushtoq bo'lib, doim gapirsalar, to'xtamasalar deydigan sahobalar shu bas qilsalar bo'lardi deydigan darajada ko'paydilar. Biz mana shunday bilishimiz kerak. Shahodatu zur bu gunohi kabiralarning kattasidan dedilar.